Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlaridan O'zbekistonga ishonchli va sifatli yo'lovchi tashish xizmatlari uchun +7 968 662 0808 +7 965 172 0909 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, o'z o'rningizni band qilishingizni tavsiya etamiz. Hujjatlaringizda qandaydir muammolar bo'lsa ham, Zolotaya Korona mulklar kompaniyalaridan qarzingiz yoki telefon olib to'lovlarini to'liq to'lanmaganligi sizni o'ylantirayotgan bo'lsa ham, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Safaringiz bexatar bo'lsin. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Barchamizning dardimiz bir deb o'ylayman. Hozir chiroq yo'q. Hozir telefon fonarini yoqamiz. Mana hozir telefon fonarini yoqdim. Xullas, elektr toki yo'q. Hozir misalayam bo'ladi hozir. Lampochkalarimiz yotibdi. Xullas kalom. Toki yo'q uyda. Va bemorligim ham bor. Ukol olyapman kamiga. Bir narsani aytmoqchi edim. Men svet bering yo gaz bering deb dodvoy solish niyatim yo'q. Lekin bir narsani aytmoqchiman. Xo'p, men-ku bemor ekanman, kasal ekanman. Harakatim qilib, dori qo'limni olib, mayli eplab olarman o'zimni. Chirog'im yonar. Xo'p, men aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, bechora qishloqlarda otasi kasal, onasi kasal, farzandlari kasal insonlar nima qilyapti ekan? Bir kun sovuq uyda yotib ko'ringlar, o'zlaring bilasizlar, mutasaddilar. Hali har bittani Alloh taolo javob berasizlar bu qilayotgan qilmishlaring uchun. Chunki hozir men kasal bo'lib, bitta o'zimni jonim og'rib, qanchalik qiynalyapman. Lekin mendan tashqari ota, onasi, farzandlari kasal bo'lgan insonlar qanchadan qancha bo'lib juda qiynalishyapti. Xo'p, ularni mayli uyda gaz yo'qdir, lekin chiroqni o'z vaqtida beringlar. Xo'p, soat adashmayotgan bo'lsam 11:00 o'chgan. Soatga hozir mana qaraylik deylik 19:49 bo'pti. Bu degani necha soat chiroq bo'lmaydigan? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bo'lganda ham 9 soat atrofida chiroq yo'q. Bu nima degani akalar? Mutasaddilar, iltimos qilaman sizlardan. Mayli biz shaharroqda yashaydigan insonlarga 1 soat, 2 soat, balki 5 soat keyinroq chiroq berasizlar, lekin qishloqdagilarni o'ylanglar. Chunki men o'zimni boshimda o'tib turgan narsani xalqning ustiga solib o'ylab ko'ryapman. Chunki men chiroqsiz-ku mayli o'zimni har xil holatga solib so'roq kiyinib bo'lsa ham dam olishga harakat qildim. Lekin bechoralarni uyiga kirsalar, ko'rasalar, ularni na tomini patalovi bor, na bir atroflari, na bir qalin qilib o'ralmagan. Yana yaqinda ko'rgan bo'lsalar ham bir er-xotin salafanda uy qilib yashayotgan ekan. Mana bu narsalarga kim aybdor, kim javob beradi? Albatta mutasaddilar. Har bitta qilayotgan qilmishlaringga Alloh taolo javob berasizlar. Xudodan qo'rqinglar. Mayli shahardagi birodarlar, mayli bu kunlar o'tadi, ketadi, qish ketadi, albatta inshaalloh yoz keladi. Yozgacha biz chidaymiz. Lekin farzandlar, yosh katta qariyalarni o'ylash vaqti keldi. Iltimos chiroqni mayli biz yoshlarga bermasalar ham qariyalarga, bolalar uchun beringlar. Xudodan qo'rqinglar.